Erkak qachon ayoliga pul qizg'onmay beradi? Bu ma'lumot eri pul qizg'anadigan ayollarga tegishli. Keling, sabablardan 5 tasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, erkak unga ishongan ayoldan pul qizg'onmaydi. Ikkinchisi, erkak o'zi qadrlanayotganini his qilsa, ayol uni pul uchun emas, o'zi uchun sevganini tushunib yetsa, ayolidan pul qizg'onmaydi. Uchinchisi, ayol pulni muloyim ohangda so'rasa. Menga mana shu narsa uchun pul bersangiz, xursand bo'laman. Pul bersangiz, o'zimga ishonchim ortadi. Bu iboralar erkakni pul berishga ishtiyoqini ochadi. To'rtinchisi, ayol pulni odob bilan ishlatsa. Erkak bergan pulining to'g'ri joyiga ketayotganini his qilsa, yana pul beradi. Ayol norozi bo'lsa, pul yashirsa, ko'p pul talab qilsa, erkak qizg'onishni boshlaydi. Beshinchisi, ayol erkakka energiya bersa. Agar ayol sokin, minnatdor, mehribon bo'lsa, erkak o'zi pul berishni boshlaydi. Sizni turmush o'rtog'ingiz qachon sizga oson pul beradi? Boshqa ayollar uchun albatta kommentariyaga yozib qoldiring.